Boshlaymiz. Tarmoq turlarini aytdim kechagi safar ham. Tarmoq turlari o'sha masofaga qarab, tezligiga qarab turlarga ajralib ketaveradi. Bu yerda kengroq tushuntirilgan. Misol uchun LAN, VLAN, CAN, MAN, WAN, SAN degan tarmoq turlari bor. Va hokazo yana o'zlaring o'sha masofaga qarab, tezligiga qarab boshqa tarmoq turlarini o'rgansalaring ham bo'ladi. Biz hozir mana shu keng tarqalganlarni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, LAN tarmoq, ya'ni kecha safar ham aytdim, lokal tarmoq. Kichik bir xonada yoki ofisda, kichikroq binoni, kompyuterlarni yoki qurilmalarni, umuman tizimlarini bir-biriga bog'lab turish, o'sha faqatgina o'sha xonada yoki o'sha binoda tarmoqdagi o'sha qurilmalar bir-biri bilan ma'lumot almashsa, bu lokal tarmoq deyiladi. Agar kengroq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bino bo'yicha yoki ofislar bo'yicha, bino bo'yicha yoki ofislar bo'yicha yoki shahar miqyosida ham tarmoqlar cho'zilishi mumkin-da. Misol uchun bizga hozir keyingi misolimiz mana VLAN tarmoq deyapti. Bu simsiz tarmoq. Bunga oddiy misol qilib Wi-Fi bor-ku. Misol uchun Wi-Fi'larda yoki o'sha simsiz bo'lgan chastota bilan uzatiladigan har qanday tarmoqda o'sha simsiz tarmoqqa misol bo'ladi. Keyin kampus tarmog'i nima? Misol uchun bir nechta lokal tarmoqda ishlaydigan binolarni yoki xonalarni bitta kampusga, ya'ni bitta bo'limga bog'lashda bu o'sha kampus tarmoq deyiladi. Misol uchun universitetda 3-4 ta bino bor, to'g'rimi? O'sha har bittasini, misol uchun 4 ta lokal komissiyalardagi har bitta bino bir-biri bilan ma'lumot almashina oladigan qilib tarmoq qilsalaring bo'ladi. O'sha tarmoq kampus tarmoq deyiladi. Bu keyin prezentatsiyalarda o'qib chiqasizlar. Men oddiy tushuncha berib ketyapman. MAN tarmog'i degani bu MAN tarmog'i shahar miqyosidagi tarmoqlar. Bitta shaharda yoki katta bir tumanda o'z ichiga oladi. Masalan, faqatgina Samarqand shahri yoki faqatgina o'sha bizning tuman bo'yicha ishlaydigan tarmog'imiz MAN tarmog'i deyiladi. Ma'lumotlarni faqat mana shu shahar miqyosida almashina olasizlar yoki internetga yoki umuman boshqa qurilmalar bilan ma'lumot almashish yoki fayl yuborish, rasm yuborish bu hokazolarni faqatgina mana shu shahar miqyosida bajara olishlaring mumkin bo'ladi. Bunga MAN tarmog'i deyiladi, ya'ni shahar tarmog'i. WAN tarmog'i, ya'ni keng qamrovli tarmoq, buni global tarmoq deydi. Shaharlar, mamlakatlar va qit'alararo bog'lovchi global tarmoq. Bunga yaqqol misol internet bo'ladi. Internet butun dunyo bo'yicha, yer yuzi bo'yicha ishlaydi. Xohlagan qit'amizda yoki yer yuzini xohlagan joyda internetdan foydalanishimiz mumkin. Bunga WAN tarmoq deyiladi. Xo'sh, keyin saqlash tarmog'i, ya'ni SAN tarmog'i bor. Bu katta korporatsiyalarda, kompaniyalarda o'zining maxsus serverlari bo'ladi. Misol uchun Google serverlari bor. O'sha serverlarida saqlanadigan ma'lumotlar tarmog'i bor-da. O'shanga SAN tarmog'i deyiladi. O'sha maxsus har bitta kompaniyaning o'zining serverlari bo'ladi. U yerda datalar saqlanadi. Oxirida, misol uchun biz Google'da ma'lumot olyapmiz-ku, biror bir nimani qidirsak, misol uchun qandaydir video yoki faylni yuklab olmoqchi bo'lib Google'ga poisk bersak, o'sha serverlardan oladi. O'sha serverlar tarmog'ini SAN tarmog'i deyiladi. Bu yerda o'sha tarmoqlarimiz qanaqa kabellar bilan, qanaqa vositalar bilan bog'lanishi ko'rsatib o'tilgan. Misol uchun lokal va CAN tarmoqlari optik, asosan manaqa mis kabellari bilan bog'lanadi bir-biriga. VLAN tarmog'i esa o'sha simsiz dedik-ku, o'sha simsiz tarmog'imiz o'z-o'zidan chastotalar bilan bog'lanadi bir-biri bilan. WAN yoki MAN global tarmoq yoki shahar miqyosidagi tarmoqlarni esa
optik tola bilan bir-biri bilan bog'lashimiz mumkin. O'sha optik tola orqali bog'lanadi bir-biri bilan. Tak. Bu yerda taqqoslash jadvali bor. Buni o'qib ko'rib olamiz. Tarmoq haqida qisqacha mana shunaqa qanday tarmoq turlari borligini bilib oldik. Endi tarmoq o'sha topologiyalari haqida gaplashamiz. Tarmoq topologiyasi. Biz o'zi asosan eng ko'p yulduzchali topologiyadan foydalanamiz. Eng qulayi biz uchun. Hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar. Bas topologiyasi bor, ring topologiyasi bor. Basda esa qaranglar nima bo'ladi? Barcha qurilmalar yagona kabelga, ya'ni koaksial kabelga ulanadi. Bir tekisda ketadi. Mana bu rasmda ko'rinyaptimi kursorchi? Tak. Agar mana shu tarmoqda uzilish bo'ladigan bo'lsa, ixtiyoriy joyda uzilish bo'ladigan bo'lsa, oxirida o'rtasida yoki boshida uzilish bo'ladigan bo'lsa, barcha qurilmalar tarmoqdan uzilib qoladi. Basda shunaqa. Barcha qurilmalar tarmoqdan uzilib qoladi. Keyin ring bor, halqa bor. Bu halqasimon bog'lanish deyiladi. Agar men bu halqada, mana misol uchun bittasi uzilsa, bitta qurilma uzilsa, o'sha qurilmadan keyingi qurilmalarga ta'sir qiladi. Undan oldingilarga emas, keyingi qurilmalarga ta'sir qiladi. Ya'ni bitta qurilma buzilib ishlamasa, shu joydan uzilsa, undan keyingi qurilmalar ishlamay qoladi, undan oldingilar ishlayveradi. Tekstda shunaqa. Mana bizniki esa yulduzchali tarmoqdan, topologiyasidan foydalanamiz. Yulduzchali topologiyasi qanaqa ishlaydi? Markazda bitta switch bo'ladi. Mana switch bor. Switch keladigan ma'lumotlarni har bir kompyuterga alohida yo'naltiradi. Misol uchun bitta kompyutering ishlamay qolsa yoki bitta qurilmang ishlamay qolsa, tarmoqdan uzilsa, mana PC1 da ko'rsatilgan, PC1 uzilgan. Boshqalariga ta'sir qilmaydi. Faqat shu qurilmani o'zi o'chadi, tarmoqdan uziladi. Qolgan qurilmalar bir tekisda ishlab ketaveradi. Eng qulayi biz uchun o'sha yulduz topologiyasi. Xo'sh, yana mana bu yerda qaranglar, hub bor, keyin switch degan qurilma bor. Ikkita qurilma bor. Bu ikkalasini farqini bilib olishimiz kerak. Qara, hub qanday ishlaydi? Mana hub deb oladigan bo'lsam, mana bu narsani hub deb oladigan bo'lsa, mana birinchi rasm bor-ku. Xo'p, hub deydigan bo'lsak, hubga qayerdandir, misol uchun internetdan so'rov keladi. Misol uchun bu yerga so'rov keladi. So'rov hubga internetdan ma'lumot kelganda, qaysidir kompyuterdan nimanidir qidirmoqchisanda, misol uchun PCD dan nimanidir qidirish uchun Google'ga umuman ixtiyor narsaga qidiruv tugmasini bosding. Shu payti ma'lumot senga yetib keladi. O'sha hub orqali ma'lumot yetib keladigan bo'lsa, hub qanday ishlaydi? O'sha olgan ma'lumotni hamma kompyuterga, hamma qurilmaga birdek taqsimlab yuboradi. Ya'ni kelgan ma'lumot bu mana A kompyuterga boradi, B kompyuterga boradi, C kompyuterga boradi, D ga borib ko'radi, hammasiga bitta borib ko'radi. Qaysi biri o'sha ma'lumotni so'ragan bo'lsa, qisqacha aytadigan bo'lsak, so'ragan bo'lsa, o'shanga ma'lumotni beradi va ortga qaytadi. O'sha ortga qaytish davomida qolgan hammasi o'chib ketadi. Boshqa qurilmalarga bermaydi, faqat so'raganiga beradi. Lekin bitta tomoni shundaki, har bitta qurilmaga bitta kirib chiqadi. Bitta manzilni bitta aralab chiqadi. Bu bizni tezlikka ta'sir qiladi va vaqtdan yutqazamiz. Switchda unaqa emas. Switchda misol uchun o'sha avvaldan jadval bo'ladi switchda. Mana bu tarafda aytadigan bo'lsak, switchda avvaldan jadval bo'ladi. Misol uchun A kompyuter, B kompyuter, C, D bor-ku, har birini alohida MAC o'zi qurilmalarda MAC adres degan narsa bor-da.
o'zgarmaydigan MAC adres o'zgarmaydi. Statik o'zgartirib bo'lmaydi deydi. O'zgartirsa bo'ladi-yu, lekin aslida o'zgartirib bo'lmaydi. Xullas, shunaqa narsa bo'ladi, MAC adres bo'ladi. Switchda o'sha MAC adreslarning jadvali bo'ladi har bir kompyuterniki. Bu xuddi uyingizning manzilidagi gapda, misol uchun nechinchidir uyda turasiz deydi-ku, xuddi shunday. O'sha switchda ma'lumotlar kompyuterlarimizning ma'lumotlarini, ya'ni MAC adreslarining manzillari bo'ladidek, o'sha kelgan so'rov shunaqa so'rov keladi, jadvalga qaraydi, qaysi birida bizning MAC adresimiz bo'lsa, birdaniga o'sha kompyuterga yuboradi. Misol uchun B kompyuter so'rov yuborgan, jadvalga qaraydi, B ning MAC adresini topadi, birdan B ga boradi. Atak hubga o'xshab A ga, C ga, D ga hamma qurilmalarga bitta aralab chiqmaydi. Birdaniga ma'lumot boradi. Switchda shu tomonlama ustunliklari bor. Bu tezlikdan va vaqtdan yutamiz bu bilan. Keyinchalik ko'raveramiz. Qaranglar, keyin mana bunaqa tur topologiyasi bor-da. Bu tur topologiyasi mana mesh full deb yozib qo'yilgan-ku. Asosan buni qayerda ishlatamiz? Misol uchun serverning case'lari bor-da, shkaflar bor. Server shkafi deyiladi. O'sha yerda switchlar, hublar, hamma narsa shkafda qator-qator terilgan bo'ladi. O'sha ketma-ketlikda bir-biri bilan switchlarni bir-biri bilan bog'lash kerak bo'ladi-da. Misol uchun universitet miqyosida oladigan bo'lsak, universitetda har bitta xonada kamida 10-15 ta, misol uchun kompyuter xonalarida 20 talab kabellar chiqqan bo'ladi, tarmoq kabellari. Oxiri borib, hammasi yig'ilib, butun universitet bo'yicha hammasi yig'ilib bitta shkafga boradi. Serverning shkaf deyiladi. O'sha serverning shkafda switchlar bo'ladi. Switchlarga mana shunaqa mesh full bo'lib bog'lanadi-da. Ketma-ket bog'lanib boraveradi. Buni foydali taraflari bor. Keyin eng nima deydi? Muammoli tarafi borki, bunda tarmoq oqib qolishi mumkin-da, osilib qolishi mumkin. Tarmoq osilib qolishi nima deyilgan? Mana bu yerda ko'rsatilgan, ya'ni loops bo'lib qoladi. Loopsda qanday bo'ladi? Misol uchun bu yerga qanaqadir static IP orqali internet keladi binoga. O'sha static IP orqali internet kelgan payti mana bu misol uchun A switchdan B switchga internet boradi, to'g'rimi? A switchdan B switchga internet boradi. Keyin A switchdan C switchga ham internet boryapti, to'g'rimi? O'sha C switchdan B switchga yana internet olib boradigan bo'lsak, B switch ikkita tomondan ham internet qabul qila olmaydi. O'sha paytda tarmoq osilib qoladi. Hech qanaqa internetimiz ishlamaydi. Hech qanday paketlar almashinuvi bo'lmaydi, tarmoq osilib qoladi. O'shaning uchun shunaqa muammolar bo'ladi. O'shaning uchun bir-biriga misol uchun ketma-ket bog'lash kerak. Internet bog'laydigan bo'lsangiz, agar ikkita tarafdan ikkita internet kelmasligi kerak-da, faqat bitta kelishi kerak. Buni yechimi ana step bor. Ya'ni step degani stepda daraxt topologiyasi bor-da. Mana misol uchun routerda mana buni routerda internet keladigan deb tushunsak, routerga internet kelyapti desak, xuddi mana bunaqa bog'lash kerak. Birinchi switchga kelyapti, birinchi switchdan keyingi switchlarga mana daraxt shaklida o'tib boryapti. Bu yerda buni foydali tarafi, zo'r tarafi shundaki, bitta switch osilib qoladigan bo'lsa yoki bitta switch ishlamaydigan bo'lsa yoki bitta qurilma ishlamaydigan bo'lsa, boshqa qurilmalarga ta'sir qilmaydi-da. Boshqalari ishlayveradi. Mana bunaqa ketma-ket o'laydigan bo'lsak, bittasi ishlamasa, undan keyingi qolgan hech qaysi ishlamay qoladi. Mana shu joydan tushunib olish kerak. Amaliyotda bunday ko'rib, shkaflarni ko'rib bog'lasak, agar mana shu nazariya ish beradi, shuni ko'rib o'tamiz. Amaliyotda ko'rsak, nima deydi, tushunishimiz osonroq bo'ladi. Bu yerga qaraganda amaliyotda tushunish tezroq bo'ladi. Xo'p, simsiz topologiyalar bor. Ya'ni simsiz yulduzchali topologiyaga mana Wi-Fi adapteri kerak. Adapter
misol bo'ladi. Misol uchun bitta Wi-Fi adapteri orqali bir nechta qurilmalarni bir-biri bilan bog'lasak bo'ladi. Ya'ni keyingisi markasiz qurilmalar, ya'ni bu yerda hech qanday hub yoki switch bilan bog'lanmaydi. O'sha 3 ta, masalan uchun 3 ta kompyuter misol qilib ko'rsatilgan. 3 ta kompyuterni o'zaro simsiz bitta tarmoqqa bog'lasak bo'ladi. Bittasidan Wi-Fi chiqarib, misol uchun oddiy tilda aytadigan bo'lsak, bittasidan Wi-Fi chiqarib, qolgan ikkitasini o'sha Wi-Fi ga bog'lab, bir-biri bilan ma'lumot almashish mumkin. Bluetoothda yoki Wi-Fi'da farqi yo'q. Keyingisi bu butun bir shahar miqyosida yoki qanaqadir kattaroq bir joy, hudud miqyosida internet Wi-Fi tarqatilishi, ya'ni oddiy tushuntiradigan bo'lsam, misol uchun universitetingizni qaysidir korpusidagi Wi-Fi ga universitet kirish hududida kirishida Wi-Fi ga bog'langan paytingiz, misol uchun o'sha Wi-Fi 20 metr joyni yoki 10 metr joygacha diapazonda chastota tarqatish mumkin-da. Undan keyingisiga ishlamaydi. O'sha keyingi Wi-Fi bo'ladi. O'sha Wi-Fi'lar ketma-ket joylashtirilgan bo'ladi. Qisqasi siz umuman o'sha hududda, belgilangan hududda, shahar miqyosida bo'ladimi, universitet miqyosidan bo'ladimi, Wi-Fi'dan uzilib qolmaysiz-da. Misol uchun mana bu joyda bitta Wi-Fi ga bog'landingiz, keyingisiga o'tsangiz, bu Wi-Fi o'tgani bilan mana bu Wi-Fi ga avtomatik bog'lanadi. Bunga mana bu topologiya misol bo'ladi. Wells mesh. Xo'p. Mana bu data markazi. Boya aytdim, shkaflarda qanaqa bog'lanishi, mana bu topologiya orqali, arxitektura orqali bog'lanadi hammasi. Buni amaliyotda ko'rsak tushunarli bo'ladi. Agar men hozir dars tugagandan keyin o'sha shkaf videosini tashlayman. Xuddi mana shunaqa bog'langan bir-biri bilan. Xulosa, qaysi topologiyalar tanlash kerak? Bizga eng muhimi o'sha tarmoq bilan ishlaydiganimiz uchun, ya'ni internet bilan ishlashimizda eng muhimi yulduzchali topologiya bilan ishlaymiz. Biz ko'pincha serverni ko'tarishimizda, serverlar bilan foydalanganimizda yulduzchalidan ko'proq foydalanamiz. Qolganlari o'sha ishlatishingizga qarab o'zgaraveradi. Kimgadir kimgadir boshqa topologiya qulay keladi. O'sha ishlatish muhitiga qarab. Atay biz keyinchalik hozir tarmoqlarni, boyagilarni ko'ryapmiz. Keyinchalik serverga o'tamiz. Server bilan ishlashimiz uchun yulduzchali topologiya kerak.